بسم الله الرحمن الرحيم. Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Ey Peygamber, nim üçün Allah sana halal kıygan nesini ayallarının razılıkın tileş yüzüden haram kılsan? Allah hemişe mağfiret kılgıçıdır, en rahimdildir. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah sizlarga kaffaret bilen qasminglardan chiqishni belgiladi. Allah sizlarning eganglardir. Allah her narsani bilguchidir, hikmat bilen ish qilguchidir. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Öz vaqtida payg'ambar ayollaridan biriga, ya'ni Hafsaga bir so'zni yoshurun aytgan edi. U, ya'ni Hafsa, uni Aishaga aytib qo'ygan. Allah bo'lsa sirning oshkorlanganligini payg'ambarga bildirgan chaqda, u, ya'ni payg'ambar uningga Hafsaga, u, ya'ni Hafsa oshkorlab qo'ygan so'zlarning ba'zisini aytdi. Ya'ni yuziga soldi. Ba'zisini aytmadi. Ya'ni yuziga solmadi. Payg'ambar uningga sirni oshkorlab qo'yganligini aytgan chaqda, u, ya'ni Hafsa, buni san kim xabar qildi dedi. Payg'ambar, "Menga buni hammani bilib turg'uchi, hammadan to'liq xabardor Alloh xabar qildi" dedi. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Agar Aisha, Hafsa ikkinglar Allohga tavba qilsanglar, o'zinglar uchun yaxshidir. Sizlarning dilinglar Rasulullohga ixlos qilishdan burilib ketdi. Agar sizlar Rasululloh xo'p ko'maydigan ish ustida uningga taqobil tursanglar, u chaqda Alloh uning madadkoridir. Jibril va mu'minlarning yaxshilarimi uning yordamchisidir. Uningdan keyin farishtalarmi uningga yo'lanchikdir. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Agar u sizlarni qo'yiversa, Rabbi sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi, Allohning va payg'ambarning amriga bo'ysunguchi, Allohga va payg'ambarga iymon etguchi, itoat qilguchi, gunohlardan tavba qilguchi,
ibodat qilg'uchi, ro'za tutquchi cho'kanlarni va qizlarni uningga berishi mumkin. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ey mu'minlar! Özünglarni ve balı çaqanlarni insan ve taşla yıqılğı buluduğun, rahim qılmaydıgan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan devzaqdan saqlanglar. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa shuni ijro qiladi. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ey kafirlar! Bugün özrü eytmanglar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ey mu'minlar! Allah'a samimi tavba qilinglar. Umidki Rabbinglar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaradi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh payg'ambarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni rasvo qilmaydi. Ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida yuradi. Ular: "Ey Rabbimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin. Bizga mag'firat qilgin. Sen haqiqatan har narsaga qodirsan" deydi. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ey payg'ambar, sen kuffarlar bilan va munofiqlar bilan kurash qilgin. Ularga qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah kuffarlarga ularning mu'minlar bilan tuqqanchiligining foyda bermasligida Nuhning ayolini va Lutning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Ular bo'lsa bizning bandalarimizdan ikki yaxshi bandalarimizning amrida edi. Ularning ikkilisi erlariga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi.
Ularning erlari, ya'ni Nuh bilan Lut, payg'ambar turuqliq, ulardan Allohning azobidan hech narsani deb qilolmadi. U ikkisiga davzaqqa kirguchilar bilan birga kiringlar deyildi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah iman etganlarga Fir'avnning ayolini misol qilib ko'rsatdi. O'z vaqtida u: "Ey Rabbim, dargohingda menga jannatdan bir uy bino qilgin. Meni Fir'avndan va uning yomon amalidan qutuldirgin. Meni zolim qavmdan qutuldirgin" dedi. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Hamda İmronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni pülidik. Dem uning ichiga kirib Isoga homildor bo'ldi. U Rabbining so'zlarini va nozil qilgan kitoblarini tasdiq qildi va Allohga itoat qilguvchilardan bo'ldi.